Assalomu alaykum obunachilar. Biz yana bir mijozimizni kech bo'lganda ishini ustunovka qilgani keldik. İşimizni batafsil ma'lumotini o'rnatilgandan keyin aytamiz. Xudo xolasa ko'ringlar, o'zingizlar baho berasizlar. 10-etaj. Shu joyga xudo xolasa. Assalomu alaykum obunachilar. Kechagi ishimiz xudo xolasa bugun tayyor bo'ldi. Kecha ishlar bilan kech qolib ketdik. Shu sababli video qo'ya olmadik. Xudo xolasa bugun tayyor bo'ldi. Ko'rib o'zingizlar bir baho berasizlar. İşimiz uzunluğu 3 metr joyga ustunovka bo'lgan, bo'yi 280 ga chiqqan. Bu yerda duxovka, gaz, vichkani o'rni, bu yerda moyka, tepasida doimgidek shushurkasi bor. Eshiklari Davudchi mexanizm, 100% rezinali granit yong'oqli. Orqalari granit. 100% rezinali granit bilan qoplangan ishimiz. Ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Bizdan bonusiga bitta to'rtburchak mo'ka shushurkasi bizdan bonus. Bu yerda duh kontrolini o'rab berganmiz. Duh kontrolini o'rab berganmiz bu yerga. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, chiroyli qilib yasab beramiz va bu yerda bitta shkafi ham bor. Shkafini ham tayyorlab berganmiz. Uni ham ko'rib o'zingizlar bir baho berasizlar. Shkafini 1.65 ga 280 bo'lgan bo'ylari. Bu ham antresollik. Bu tomoni 100% etajelgina. Bu yeri vishilkaga, yana bu yeri etajelga. Bu ham antresol bo'lgan 3 etaj bo'lib. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'lsa, pastki nomerlarga aloqaga chiqarsangiz, chiroyli qilib yasab beramiz. Kuzatib borayotganingiz uchun sizlarga rahmat.